Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarısılığa giriyoruz. Bugün Çislağı 2022 yıl 8. ayının 10. günü. Bugünkü vaziyette bir cümle muşundaq oldıraş küller yetişeleydiken Cuma Cungo Kompartiyası Tayvan doğrusu Aktaşlıq kitap ilan kılıp demiş. Onun göz qaraşlarından emikellikten tahu kitap yetip gelmedi, körelmedik. Biroq Tayvan tarafından bergen bir ağız cevap edin. Şunu körüp olduk ki Tayvan depti ki hazırgıça yoki Tayvan Cungo'ga yoki Cungo Tayvan'ga hükmürallık kılıp bakkan emas. Siyasi tüzüm bilen hareket kılıp yoki siyasi tüzümle tengip bir siyasi tüzüm içinde yaşap bakkan emas. Şunu Tayvan Cungo, Cungo Tayvan degen mesele mevcut emas. Cungo özü qandaq qilsa özüçü yaşamasın, biz Tayvançı yaşayırız deb cevap verdi. Vatandaşım bu belki keyinki vaziyetning başlanışı bulup gelişim mümkün. Nimişqa aldırıp Aktaşlıq kitap ilan kılıp yürüydü bu. Hazırkı dünyada nimişler buluvatqanlığını özü biladi o Kompartiya degan. Bugünkü mavzumunda vatandaş Nancy Pelosi Xi Jinping kriz işçide to'ravatıdı deb ko'rsatdi. Mavzulu xabar 8. ayının 9. günü Cungo'ga nazar torbiyeti ilan kılındı. Xabar mundaq başlandı. Ondan keyin bu xonimning Nancy Pelosi xonim Avam Palata başlig'ining yana qilgan bir ulug' ishi bu qatam 8. ayının 9. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden haligi Android to'g'risida ma'qullagan Davlat Majlisining qonuniga imzo qo'ydi. Buning mazmuni bir cümlege yig'inchoqlasak vatandaşım texnika hozirgi zamon fan texnikasidan pokonini ko'tar Jungo Juma pokonini ko'tar nere tu deganli gap. Bu hozirgi zamonda masalan dunyo fan texnikaga qarab yurish qilayotganda Xitoy hukumatiga berilgan eng qattiq zarba. Şu yerda masalan shuningga prezident Joe Biden imzo qo'ydigan murosimga qatnashdi. Bu makattish bo'lib ketdi vatandaşım. Endi davomlashtiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Avam Palata başlig'i Nancy Pelosi 8. ayının 9. günü muxbirning ziyoratini qabul qilganda bundaq ko'rsatdi. Mening Tayvanni ziyorat qilishim arziydigan bir ish. O mundaq hisobladi. Jungoning davlat raisi Xi Jinping kriz ichida turibdi. Şuna mening Tayvanni ziyorat qilishimga Xi Jinpingning inkos bildirişi Xudo qo'rqib ketgan qaroqchining ifoda bildirishiga o'xshaydi. Matbuotlarning umumiy xabari Nancy Pelosi haftaning 2. günü yani 8. ayının 9. günü MSNBC televiziyasi muxbirining xayrlik sahar Joe programmasi xayrlik sahar Joe programmasi muxbirining ziyoratini qabul qildi. Muxbir bunday savol qo'ydi. Siz Tayvanni ziyorat qilganda Xi Jinpingning qaytirgan inkosidan nimani o'rganib oldingiz deb savol qo'yganda muxbir Avam Palata başlig'i Nancy Pelosi muxbirga mundaq javob berdi. Men Xi Jinping dal hozir kriz ichida turibdi deb hisoblayman. Uning iqtisodida masala mavjud. Uning yani Xi Jinpingning ifodasi xuddi qo'rqib ketgan qaroqchining ifodasiga o'xshaydi. O'tgan hafta Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palata başlig'i Nancy Pelosi Davlat Majlisi vakillar o'migini boshlab Singapur, Malayziya, Tayvan, Koreya, Yaponiya qatorliq davlatlarni ziyorat qildi. Arkadan Nancy Pelosi televiziya muxbirida mundaq ko'rsatdi. Televiziya muxbiriga mundaq ko'rsatdi. Biz bu 5 davlatning parlament boshliqlari bilan ko'rishdik. Ham parlament a'zolari bilan ko'rishdik. Ziyoratimiz intayin unumli bo'ldi. Tayvanga nisbatan bizning ziyoratimizdan aytganda biz Tayvanni bizning do'stlik tizimligimizdan o'chirib tashlay olmaymiz. Çünkü biz Tayvanning prezidenti
Tayvanni ziyorat qilishimizga taklif qildi. Ya'ni Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen bizni Tayvanni ziyorat qilishimizga taklif qildi. Bizning Tayvanni ziyorat qilish kun tartibimizni Jungoning raisi o'rinlashtira olmaydi. Tayvan tarixda Yaponiyaga mustamlika bo'lgan edi. Jungoning undan burungi Manchang hukumati bilan Tayvan munosabati yo'q deyarlik edi. Tayvanning munosabati yo'q deyarlik edi. 1949 Kuomintang Kompartiyada yengilib Tayvanga qochib keldi. Shu kundan boshlab Tayvan Junhuamingoning bayrog'ini esib, Jungodan uzul kesil bo'linib chiqdi. Mana bo'lguncha degan mana bunday edi, bo'linib chiqdi. Shundan keyin Tayvan bir partiya hukmronligidan ko'p partiya almashib hokimiyat yurgizadigan ko'p partiyalik siyosiy tuzumga taraqqiy qilib keldi. Xitoy tilliq dunyoda, Tayvan Osiyoda va butun dunyoda demokratik o'zini o'zi boshqarishning o'lgisini yaratdi. Chunki Kompartiyasi Tayvanga hech qachon hukmronlik qilgan emas.